Yetimlarni sho'ri qursin. Ol, issiq choyam ich. Seni qizing issiqqina uyda, issiqqina choyni ichib o'tiribdi. Yetimlar esa tashqarida sovuq yeb turishibdi. Sovuq yeb qorni to'yadi. Oling endi, bo'ldi. Malika, seni men hech qo'lingga kitob olib dars tayyorlagani ko'rmadim-a, qizim? Seni ham o'quvchi ekanligini bilaylik, qizim. O'qib olim bo'larmidi, oyi? O'qimay qo'yur, qizim. Seni o'qimaganing she'rdan ham ma'lum-a? Olima deyiladi. Qizim yashab bersa bo'ldi. Faqat qizingni o'ylavermasdan yetimlarni ham o'ylagin. Oyi, bo'ldi endi. Boshqa chiqib olmaslik uchun tarbiya qilyapman. Bularni yonini olurmang, ovqatingizni yeng, oling. Ayniqsa intizor o'zidan ketib qolgan. Nuqul menga buyruq beradi. Nima deydi? Darsingni qil, uyi vazifalaringni qil deydi. Ha, to'g'ri aytadi-da. Yaramas. Senga buyruq bergani uchun o'zim ko'rsatib qo'yaman unga. Shunaqa qiling, oyi, menga gapirishmasin. Ol, ovqatingni ye, e'tibor berma unga. Ha, ol, ovqat ye. Xo'sh. Amaki. Ha? Amaki. Ha, jiyalla. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Menda gaplaring bormi? Ha. Qanaqa gap? Amaki, bizning qornimiz juda ham och. Voy, Ha, juda ham och. voy. Ovqatlanmadinglarmi? Yo'q, ammam ovqat bermadilar. Tavba, ammangni esi yo'q-da. Amaki, iltimos, bizga oshxonadan bir bo'lakni olib kelib bering. Sizga indashmaydi-ku. Shunaqa degin. Bundoq qilamiz. Men qaranglar. Bir uchalamiz shashlik xo'rlik qilmaymizmi? Zo'r bo'lardi. Borasizlarmi? Ha? Undachi tez kiyinib chiqinglar, xo'pmi? Xo'p. Faqat hech kimga indamanglar. Amaki, plyus bormi o'zi? Asalim meni xavotir olmanglar, bo'la qolinglar. Xo'p, ketdik. Kiyimlaringni kiyib chiqinglar. Xo'sh. Oyi? Ha? Bormi? Yo'q. Yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q bularingiz. Qayerda yurishgan ekan-a bular? Bilmasam, akam bilan ketgandir-da. Akani bunaqa chiqib ketadigan odati yo'q edi-ku. Ha, mana odat chiqaribdi, oyi, odat chiqaribdi. Siz erkalatib yordingiz ularni. O'chir ovozingni sen ham. Bechora nabiralarim. Mana shu yerga kelgandan beri boshini sira olmadim. Nega silarkansiz, a? Nega silarkansiz? Qancha mehringiz oshib-toshib ketayotgan bo'lsa, ana qizimga ko'rsating mehringizni. Xudbinlikning ham chegarasi bor-da. Hozir bu yetim nabiralarim qayerlarda yurgan ekan-a? Qorni ochmi ularni, to'qmi? Voy, Kelinglar, qani bolalar? Kiringlar. Irshayib yurishini qarang buningizni. Bularni qarang. Biz bulardan xavotir olib yuribmiz. Hey, Nargiza? Hay bola, qayerda edinglar? Ha, ko'chaga chiqqan edik. Ko'chani aynan qayerida? Bolalarni aylantirib keldim. Ovqatlantirgan olib bordim. Bechoralarni qorni och ekan. Bular bolamas, balo. Yegan ichganlaring teshib chuqur. Oshqozoning og'rig'iga chidolmay yorilib ketkurlar. Hey, Nargiza, bo'ldi. Sizga aytmayapman. Men bularga aytyapman. Barakalla bola. Mendan beruxsat yana ko'proq chiqqin, xo'pmi? Bolalar, sizlar ichkariga kiringlar. Kiringlar. Darhol. Endi oyi. Ha, bolalar. Qo'y.
bularni yotishini qara. Mazza qilib. Tekin tomola. Tur o'rningdan. Ozokir. Tur o'rningdan. Tur o'rningdan, shuncha ish bor. Tur dedim. Amma. Tur dedim. Tur. O'rningdan tur dedim. Amma, nima bo'lyapti? Ish bor, tur o'rningdan. Amma. Qanaqa ish amma? Ustingga ki. Ki. Amma kech bo'lganda qanaqa ish? Qayoqqa yana kech bo'lganda? Tur o'rningdan, ko'p gapirmasdan. Tur. Yuri. Bo'la qol, ivirsimasdan. Yuri. Bo'pti amma. Bo'l tez. Tezroq yurlaring. Nima ish qilamiz? Baqirma. Uyda hamma uxlayapti. Yong'oq chaqasanlar. Yong'oq? Ha, o'chir ovozingni. Hamma uxlayapti dedim. Ertalab qilsak bo'lmaydimi? O'qim kelyapti. Yo'q, bo'lmaydi. Hozir qilasanlar. O'qimiz kelyapti-da amma. O'chir ovozingni dedim. Hozir chaqasizlar. Po'chog'ini alohida, mag'zini alohida qilasanlar. Ertalab topshirishimiz kerak. Kerak bo'lsa ertalabgacha chaqib chiqasanlar. Qani yur. Gap ko'paytirmay. Amma, sovuq-ku, Yur ertalab oldimga chaqib tush. ketdim, O'chir dedim. amma. Hozir